Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Driver. Men bugungi videomda Minecraftning 13 yillik sirini fosh qilaman, ya'ni Endpayam haqiqatini. Qanunda siz tayyor bo'lsangiz, men boshladim. Minecraft ko'pchilik uchun bu oddiy o'yin. Uy qurish, resurs yig'ish, omon qolish. Lekin siz bilmagan haqiqatlar bor. Bu o'yinda 13 yildan beri yashirinib kelayotgan sir bor. Va eng qizig'i u hech qachon yashirilmagan. U hamma ko'ra oladigan joyda, lekin kam odam tushunadi. Bu sirni topish uchun siz o'yinning oxirigacha borishingiz kerak. Ya'ni endga kirishingiz kerak. U yer bo'shliq, sukunat va oxirgi jang maydoni. Bu yerda siz Ender Dragon bilan jang qilasiz. Bu jang oddiy emas. Bu o'yinning yakuni bo'ladi. Dragonni yengganingizdan keyin hammasi tugaydi deb o'ylaysiz. Lekin aslida hammasi endi boshlanadi. Siz portalga kirasiz va ekranda kreditlar chiqadi. Lekin bu oddiy kreditlar emas. U yerda uzun, sirli matn chiqadi. Bu Endpayam. Minecraft tarixidagi eng tushunarsiz yozuv. Bu matnni yozganlar Julian Gough va uni o'yinga qo'shgan Marcus Persson. Lekin bu oddiy yozuv emas. Bu matnda ikki noma'lum ovoz bor. Ular bir-biri bilan gaplashadi, lekin siz haqingizda gaplashadi. Ha, aynan siz haqingizda. Ular sizni player deb ataydi va shunday deydi. U o'ynayapti, u ishonadi, u tush ko'ryapti. Nega o'yin sizni tush ko'ryapti deydi? Bu savol 13 yildan beri ochiq turibdi. Ba'zi nazariyalarga ko'ra Minecraft bu oddiy o'yin emas. Bu o'yin haqidagi metafora. Ya'ni siz o'ynayotgan dunyo bu sizning o'zingizga yaratgan haqiqatdir. Endpayamda ular shunday deydi. U o'z dunyosini yaratdi. Bu Minecraft haqida gapmi yoki hayot haqida? Yana bir qiziq joyi, ular sizni o'yindan tashqarida ham biladigandek gapiradi, go'yoki siz faqat ekranda emas, go'yoki kimdir sizni kuzatyapti. Bu ikki ovoz kim? Ba'zilar aytadi, bu o'yin yaratuvchilari, boshqalar esa deydi, bu o'yin va haqiqat o'rtasidagi suhbat. Yana bir nazariya bor. Bu eng qo'rqinchlisi. Bu ovozlar, bu sizning o'zingiz, ichki ovozingiz va o'yin. O'yin sizga o'zingiz haqingizda gapiryapti. Shuning uchun Endpayam oxirida shunday deyiladi. U uyg'ondi. Nega uyg'ondi? Chunki o'yin tugadi yoki siz haqiqatni tushundingiz. Shunday ekan, Minecraft bu shunchaki bloklardan iborat o'yinmi? Yoki bu sizni o'zingiz haqingizda o'ylashga majbur qiladigan sirli hikoyami? 13 yildan beri bu savol ochiq va balki javobni faqat siz bilarsiz. Izohlarda yozing, siz Endpayamni qanday tushunasiz? Va Minecraftni necha yildan beri o'ynab kelasiz? Sizlarning izohlaringizni o'qish men uchun juda ham qiziq bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga like bosing, kanalimga esa obuna bo'ling. Ko'rishguncha.